Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz bosh og'rig'i sindromi, sabablari, belgilari va davolash haqida boradi. Bosh og'rig'i sindromi bu keng ko'lamli muammo bo'lib, butun dunyo aholisining yarmidan ko'pi hayotining ma'lum davrida bosh og'rig'idan aziyat chekadi. Bu holat nafaqat shaxsiy farovonlikka, balki iqtisodiy va ijtimoiy hayotga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Dunyo bo'yicha 3 milliarddan ortiq odam bosh og'rig'idan aziyat chekadi. Migren bilan og'riganlar global populyatsiyada 15% ulushni tashkil etadi. Yo'qotilgan ish kunlari har yili bosh og'rig'i tufayli 157 million kunni tashkil qiladi. Migren dunyoda eng ko'p tarqalgan nevrologik kasalliklardan biri hisoblanib, Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, nogironlik darajasi bo'yicha 6-o'rinni egallaydi. Bosh og'rig'i sindromi nima degan savolga quyidagicha ta'rif beramiz. Bosh og'rig'i sindromi bu bosh va bo'yin sohasida og'riq sezilishining turli shakllari va ularning umumiy belgisi bo'lib, u turli sabablar bilan kelib chiqishi mumkin va har xil intensivlikda namoyon bo'ladi. Surunkali bosh og'rig'i 3 oydan ortiq davom etadigan, oyiga 15 kundan ko'p takrorlanadigan og'riq bo'lib, o'tkir bosh og'rig'i esa to'satdan paydo bo'lib, qisqa muddat davom etadigan og'riq hisoblanadi. Bosh miya va bosh og'rig'i manbalari sifatida qon tomirlar, asab tolalari, mushaklar va miyaning turli qismlarining muammolari natijasida yuzaga keladi. Miya to'qimasi o'zi og'riq sezmasligi bilan birga uni o'rab turgan tuzilmalar juda sezgir hisoblanadi. Bosh og'rig'ining turlari va sabablariga to'xtalib o'tsak, bosh og'rig'ining 150 dan ortiq turi mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga xos xususiyatlar va davolash usullariga ega. Asosiy turlarini bilish, to'g'ri tashxis qo'yish va samarali davolash usullari uchun muhimdir. Migrenga oid bosh og'rig'ining sabablari quyidagilar: qon tomirlar spazmi, bosh qon tomirlarining keskin to'rayishi va kengayishi og'riqning asosiy sababi hisoblanadi. Genetik omillar: migren ko'pincha oilaviy kasallik bo'lib, ota-onalardan bolalarga o'tishi mumkin. Atrof muhitning ta'siri: yorug'lik, tovush, hid va ob-havo o'zgarishlari migren xurujlarini qo'zg'atadi. Tension turdagi bosh og'rig'i, ya'ni bu zo'riqishdagi bosh og'rig'i deb ham ataladi. Asosiy xususiyatlari quyidagilar: boshning ikki tomonida bosim va taranglik hissi, o'rtacha intensivlikdagi og'riq odatda 30 daqiqadan bir necha kungacha davom etadi. Kundalik faoliyat jiddiy cheklanmaydi. Sabablari: mushaklarning uzoq muddat zo'riqishi, stress, noto'g'ri turmush tarzi va psixologik bosim asosiy trigger omillar bo'lib hisoblanadi. Klasterli bosh og'rig'i bu tibbiyotda ma'lum bo'lgan eng og'ir og'riqlardan biri bo'lib, ba'zi bemorlar uni o'ldiruvchi bosh og'rig'i deb ham atashadi. Bu kasallikda juda kuchli intensivlikdagi og'riq namoyon bo'ladi va asosan erkak jinsidagi bemorlar aziyat chekadi. Bemorlarda odatda ko'zning orqasida yoki atrofida joylashgan bir tomonlama og'riq 15 daqiqadan 3 soatgacha davom etadi. Og'riq bir necha hafta yoki oy davomida kuniga bir necha marta takrorlanadi. Keyin uzoq vaqt davomida remissiya davri keladi. Bemorlarda qo'shimcha belgilar: ko'z qizarishi, ko'z yosh kelishi, burun bitishi va terlab ketish holatlari kuzatiladi. Va bu kasallikning o'ziga xos belgisi shundan iboratki, bu kasallikda asosan kunning 1 soatda og'riq bo'ladi. Ya'ni kim har kuni soat 9 da bo'lishi mumkin yoki har kuni soat 10 da bo'lishi mumkin. Agarda shu holatlar kuzatiladigan bo'lsa, bemorda klasterli bosh og'rig'i mavjud degan xulosaga kelishimiz mumkin ekan. Bosh og'rig'ining kamroq tarqalgan turlari ham mavjud bo'lib, ulardan birinchisi sinusli bosh og'rig'i deb ataladi. Sinusli bosh og'rig'i yallig'lanish natijasida yuzning old qismida bosim va og'riq paydo bo'ladi. Bu kasallikning qolgan bosh og'riqlaridan farqli jihati shundaki, bemor agarda boshini egadigan bo'lsa, bosh og'rig'i kuchayadi va lo'qillagan, simillagan og'riqlar burunning atrofida yuzaga keladi.
Keyingi bosh og'rig'imiz bu medikamentoz bosh og'rig'i hisoblanib, bu og'riq qoldiruvchi dorilarni haddan tashqari ko'p iste'mol qilish natijasida rivojlanadi. Bu bosh og'rig'i ikkinchi nom bilan abuzusli bosh og'rig'i nomi bilan ham ma'lum bo'lib hisoblanadi. Bu nafaqat og'riq qoldiruvchi dorilar, balki migren kasalligida ishlatiladigan triptan dori vositalari natijasida ham yuzaga kelishi mumkin ekan. Keyingi bosh og'rig'imiz bu sovuqda kelib chiqadigan bosh og'rig'i. Sovuq ovqat yoki ichimliklarni tez iste'mol qilganda to'satdan paydo bo'ladigan o'tkir og'riqlar hisoblanadi. Va keyingisi bu gormonal bosh og'rig'i bo'lib, ayollarda hay sikli, homiladorlik yoki menopauza paytida gormonal o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lib hisoblanadi. Bosh og'rig'ining patofiziologiyasiga to'xtalib o'tsak, bosh og'rig'i mexanizmlarini chuqur tushunish, samarali davolash strategiyalarini ishlab chiqish uchun muhim asos hisoblanadi. Zamonaviy tadqiqotlar miya faoliyatining murakkab o'zaro ta'sirlarini ochib bermoqda. Miya va bosh og'rig'i mexanizmlariga to'xtalib o'tsak, birinchi navbatda neyrotransmitterlarning ta'siri, ya'ni serotonin, dopamin va noradrenalin kabi moddalar og'riq signallarining uzatilishida muhim rol o'ynaydi. Ikkinchi mexanizm bu yallig'lanish omili. Neyrogen yallig'lanish og'riqni kuchaytiradi va og'riqning surunkali shakllarga aylanishiga sabab bo'ladi. Qon tomirlarning kengayishi va to'rayishi og'riq signallarini faollashtiradi. Asab tolalari, ya'ni trigeminal asab tolalari og'riq signallarini boshdan miyaga uzatilishiga sababchi bo'ladi. Migren paytida serotonin darajasi o'zgaradi. Serotonin bu miyada og'riq signallarini nazorat qiluvchi muhim neyrotransmitter hisoblanadi. Migren xurujidan oldin serotonin darajasi keskin oshadi. Xuruj paytida u tez pasayadi. Bu qon tomirlarining kengayishiga olib keladi. Past serotonin darajasi og'riq sezgirligini oshiradi. Zamonaviy migrenga qarshi bo'lgan dorilar serotonin retseptorlariga ta'sir qilish orqali ishlaydi. Stress va bosh og'rig'ida gormonal o'zgarishlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, psixologik yoki jismoniy stress organizmni tarang holatga keltiradi. Buyrak usti bezida stress gormonlaridan kortizol ishlab chiqarilishi oshadi. Mushak tarangligi, ya'ni gormonal o'zgarishlar mushaklar taranglashuviga olib keladi. Uzoq muddatli stress surunkali bosh og'riqni keltirib chiqaradi. Bosh og'rig'ining diagnostikasiga to'xtalib o'tsak, to'g'ri diagnostika bu samarali davolashning asosi bo'lib xizmat qiladi. Bosh og'rig'i sindromini aniqlash uchun shifokorlar keng qamrovli yondashuvlar qo'llaydilar. Bu klinik ko'rik va zamonaviy diagnostik usullarni o'z ichiga oladi. Klinik ko'rik va anamnez. To'xtalib o'tsak, shifokor og'riqning boshlangan vaqti, davomiyligi, intensivligi va xususiyatlari haqida so'raydi. Ikkinchi navbatda oilaviy tarix so'raladi. Yaqin qarindoshlarda bosh og'rig'i yoki nevrologik kasalliklar mavjudligi tekshiriladi. Bemorlarda trigger omillar aniqlanadi. Bosh og'rig'ini qo'zg'atuvchi omillar, ovqatlar, stress, uyqu rejimi o'rganiladi. Bemorda nevrologik ko'rik amalga oshiriladi. Bemorlarda pay reflekslari, koordinatsiya, ko'rish va boshqa nevrologik funksiyalar tekshiriladi. Diagnostik testlar sifatida magnit rezonans tomografiya usuli miya to'qimalarining batafsil tasvirini olish va strukturaviy muammolarni aniqlash uchun ishlatiladi. Kompyuter tomografiya qon ketish, shish yoki boshqa jiddiy patologiyalarni tez aniqlash imkonini beradi. Qon tahlillari olinib, bemorlarda infeksiya, yallig'lanish yoki metabolik buzilishlar borligini tekshirish uchun o'tkaziladi. Migren va boshqa bosh og'rig'i turlari farqlash quyidagicha. Migrenning belgilari: bir tomonlama pulsatsiyalovchi og'riq, bemorda ko'ngil aynish va qusishning mavjudligi, yorug'lik va tovushga sezgirlik. Bu fanda fotofobiya va fonofobiya atamalari bilan belgilanadi. Aura holatlari. Auralar turli-tuman bo'lishi mumkin. Bu ko'rish buzilishlari, bemorlarda sensor va motor buzilishlar aura tarzida
his qilinadi. Bu auralar 4 soatdan toki 72 soatgacha davom etishi mumkin. Shuningdek, og'riq xuruji ham ayni shu soatgacha davom etishi xususiyatlariga ega. Keyingi bosh og'rig'imiz bu ko'p uchraydigan birlamchi bosh og'riqlardan tenzion bosh og'riqlari bo'lib, ikkinchi nomi zo'riqishdagi bosh og'riqlari deyiladi. Bunda bemorlarda ikki tomonlama bosim hissi, o'rtacha intensivlikka ega bo'lishi, ko'ngil aynishning yo'qligi, jismoniy faollikda tenzion bosh og'riqlarining kuchaymasligi va 30 daqiqadan bir necha kungacha og'riqning namoyon bo'lishlari bilan ifodalanar ekan. Bosh og'rig'i sindromining diagnostikasida qiyinchiliklar nimadan iborat? Bu kasallikning ko'p qirrali tabiati. Ya'ni bir xil simptomlar turli sabablarga ega bo'lishi mumkin. Bu diagnostikani murakkablashtiradi. Subyektiv og'riqni baholash. Har bir bemor og'riqni turlicha his qiladi va tasvirlaydi. Bu obyektiv baholashni qiyinlashadi. Ayniqsa biz bemorlarda subyektiv og'riqni baholash shkalasini VASH shkalasi deb baholaymiz. Bunda ayrim bir bemorlar og'riqni yengil his qilishi sababli pastroq ball bilan ifodalashadi. Bu narsa bemorlarda og'riqni qay darajada belgilashda qiyinchiliklarni chaqiradi va natijada og'riq qoldiruvchi preparatlarni individual belgilashda qiyinchiliklarga duch kelishimiz mumkin ekan. Keyingisi komorbid holatlar. Ko'pincha bosh og'rig'i boshqa kasalliklar bilan birga kechadi. Bu klinik kartinani chalkashtirib yuboradi. Keyingi belgimiz bu instrumental usullarning cheklanganligi. MRT va KT ko'pgina bosh og'rig'i turlarida normal natijalarni ko'rsatadi. Ayniqsa birlamchi bosh og'rig'i turlari, migren, zo'riqishdagi bosh og'rig'i va klasterli bosh og'riqlarida MRT kartinasida mutlaqo biror bir narsani ko'rmasligimiz mumkin. Yoki aksincha, migren xurujlari ketma-ket kuzatiladigan bo'lsa, ayniqsa surunkali migren xurujlarida bemorlarda subkortikal o'choqlarni kuzatishimiz mumkin va bu holat ko'pincha bosh miya surunkali ishemiyasi tashxisi bilan adashtirib yuborilish holatlarigacha olib keladigan holatlarni kuzatganmiz. Bosh og'rig'ining davolash usullariga to'xtalib o'tsak, zamonaviy tibbiyot bosh og'rig'ini davolashning ko'plab usullarini taklif etadi. Individual yondashuv va kompleks terapiya eng yaxshi natijalarni beradi. Bemorlarda dori vositasi bilan davolashda birinchi navbatda nosteroid yallig'lanishga qarshi preparatlar beriladi. Ibuprofen, naproxen yoki aspirin yallig'lanishni kamaytiruvchi va og'riqni qoldiruvchi vositalar bo'lib, u yengil va o'rtacha og'riqlarda samarali hisoblanadi. Biroq ularning nojo'ya ta'siri ham bo'lib, oshqozon ichak muammolariga olib kelishi mumkin ekan. Keyingi guruh dori vositamiz bu triptanlar hisoblanadi. Sumatriptan, rizotriptan migren uchun maxsus ishlab chiqilgan dorilar bo'lib, qon tomirlarini toraytirishga olib keladi va natijada og'riq xurujini bartaraf etadi. Gepantlar CGPR antagonistlari yangi avlod migren dorilari hisoblanib, yurak qon tomir kasalliklarida xavfsiz bo'ladi va nojo'ya ta'sirlari nisbatan kamroq bo'lib hisoblanadi. Profilaktik dori vositalar degani xurujdan tashqaridagi holatlarda ham migrenni xurujlarini oldini oluvchi vositalar bo'ladi. Bunga beta blokatorlar, ya'ni propranolol, metoprolol kirib, bu migren chastotasini kamaytiradi, qon bosimini tushiradi. Kuniga 1-2 marta qabul qilinadi. Antikonvulsantlar topiramid, valproat bo'lib, asab faolligini barqarorlashtiradi. Surunkali migrenda samarali, vazn yo'qotishda yordam beradi. Antidepressantlar amitriptilin, venlafaxin preparatlari bo'lib, og'riq signallarini bloklaydi, uyquni yaxshilaydi va stressni kamaytirish xususiyatlariga ega. Ayniqsa amitriptilin bu tanlov A guruh dori vositasi hisoblanib, surunkali migrenda eng ko'p ishlatiladigan dori vositasi hisoblanadi. Alternativ va qo'shimcha davolash usullari sifatida akupunktura usuli, fizioterapiya usuli va stressni boshqarish texnologiyalarini keltirishimiz mumkin. Qadimgi Xitoy tibbiyot usuli sifatida akupunktura keltirilib, bu ma'lum nuqtalarga ignalar qo'yish orqali og'riqni kamaytiradi va energiya oqimini muvozanatlashtiradi. Fizioterapiya sifatida mushak massaji, manual terapiya va maxsus mashqlar mushak tarangligini bo'shatadi va qon aylanishini yaxshilashga olib keladi. Stressni boshqarish texnologiyalari, meditatsiya, yoga va nafas mashqlari stressni kamaytirish va bosh og'rig'i xurujlarini
oldini olishda samarali hisoblanadi. Hayot tarzi o'zgarishlari. Muntazam uyqu, har kuni bir vaqtda yotish va turish, 7 soat uxlash bosh og'rig'ini kamaytiradi. Gidratatsiya, kuniga kamida 8 stakan suv ichish degidratatsiyaga bog'liq bosh og'rig'ini oldini oladi. To'g'ri ovqatlanish, muntazam ovqat iste'mol qilish, suv ichish va tetiklovchi ovqatlardan qochish muhim. Jismoniy faollik, muntazam aerob mashqlar endorfin ishlab chiqishini oshiradi va stressni kamaytiradi. Bosh og'rig'i sindromining inson faoliyatiga, hayotiga ta'siriga to'xtalib o'tsak, bosh og'rig'i nafaqat jismoniy azob, balki hayot sifatini sezilarli pasaytiradigan holat hisoblanadi. Uning ta'siri ish faoliyatidan tortib, shaxsiy munosabatlargacha barcha sohalarga yoyiladi. Ishdan qolish kunlari. Migren bilan og'rigan xodimlar yiliga o'rtacha 4-5 kun ishdan qoladi. Ish samaradorligining pasayishi. Bosh og'rig'i paytida xodimlarning mahsuldorligi sezilarli darajada kamayadi. Iqtisodiy yo'qotishlar. AQShda yillik iqtisodiy zarar miqdori ishdan qolish va past samaradorlikka olib keladi va 36 milliard dollar xarajatlarga olib kelgan. Surunkali bosh og'rig'i kasb-hunar rivojlanishiga to'sqinlik qiladi va ko'plab odamlarni ish o'rnini o'zgartirishga majbur qiladi. Ijtimoiy va oilaviy hayotdagi muammolarga sabab bo'ladi. Bosh og'rig'idan aziyat chekuvchilar ko'pincha ijtimoiy tadbirlardan, do'stlar bilan uchrashuv va oilaviy bayramlardan voz kechishga majbur bo'ladilar. Og'riq xavfi tufayli rejalarni bekor qilish, boshqalar tomonidan tushunilmaslik hissi ijtimoiy doiraning torayishiga olib kelsa, oilaviy munosabatlarda esa qiyinchiliklar olib keladi. Turmush o'rtog'i va bolalarga e'tibor kamayadi. Oilaviy majburiyatlarni bajarishda qiyinchiliklar, qarindoshlarda charchoq va orada uzilishlarga sababchi bo'ladi. Psixologik ta'sirlar. Depressiya. Surunkali bosh og'rig'i bilan og'rigan bemorlarda depressiya rivojlanish xavfi 3 barobar yuqori. Doimiy og'riq kayfiyatni pasaytiradi va umidsizlik hissini kuchaytiradi. Keyingi xurujdan qo'rqish doimiy stress va xavotir holatiga olib keladi. Bu o'z navbatida yangi bosh og'riq xurujlarini qo'zg'atadi. Qovushqoq doira hosil bo'ladi. O'zini o'zi baholash pasayadi. Ish va shaxsiy faoliyatdagi muvaffaqiyatsizliklar o'z-o'ziga ishonchni pasaytirib va o'z qobiliyatlariga shubha tug'diradi. Uyqu buzilishlariga sabab bo'ladi. Bosh og'rig'i va uning oqibatlari uyqu sifatini yomonlashtiradi. Bu esa umumiy ahvolni yanada yomonlashishiga sabab bo'ladi. Bosh og'rig'i sindromi turli yosh va hayot bosqichlaridagi odamlarda o'ziga xos xususiyatlar bilan namoyon bo'ladi. Real hayotiy misollar bu muammoning ko'p qirrasini tushunishga yordam beradi. AQShning 42-prezidenti Bill Clinton ko'p yillar davomida migren bilan kurashgan. U prezidentlik davrida ham bu muammoga duch kelgan. Migren og'rig'i shunday kuchli edi, lekin men vazifalarni bajarishda davom ettirdim. Stressni boshqarish va to'g'ri dorilar bunga yordam berdi. Uning tajribasi bosh og'rig'i bilan og'riganlarga ilhom beradi va kasallik bilan yashash mumkinligini ko'rsatadi. Bosh og'rig'i sindromining bolalardagi ko'rinishi. Bolalarda bosh og'rig'i odatda qisqaroq davom etadi, 1-2 soat va ko'pincha uyqu orqali yaxshilanadi. Bolalar og'riqni aniq tasvirlay olmaydi. Ko'pincha bezovtalik, yig'lash va o'yin o'ynashdan voz kechish kuzatiladi. Takrorlanuvchi bosh og'rig'i o'qish samaradorligini pasaytiradi va ijtimoiy rivojlanishga salbiy ta'sir etadi. Bolalarda asosan dori-darmonlarga bog'liq bo'lmagan usullar qo'llaniladi. Muntazam ovqatlanish, yetarli uyqu va stressni kamaytirish usullari davolashda keng qo'llaniladi. Homiladorlik davridagi bosh og'riqlari. Birinchi trimestrda gormonal o'zgarishlar tufayli migren kuchayishi mumkin. Ko'ngil aynish va qusish bilan birgalikda kechadi. Dorilarni qabul qilish cheklanadi. Ikkinchi va uchinchi trimestrda ko'pchilik ayollarda bosh og'rig'i sezilarli yaxshilanadi. Estrogen darajasining barqarorlashuvi ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Surunkali bosh og'rig'i bilan kurashayotgan bemorlarning hikoyalariga to'xtalsak. Men 15 yil davomida har hafta migren xurujlari bilan yashab keldim. Turli dorilarni sinab ko'rdim, lekin hech narsa yordam bermadi. Nihoyat hayot tarzimni o'zgartirib, yoga va meditatsiya bilan shug'ullana boshlaganimdan keyin xurujlar oyiga 2-3 martagacha kamaydi. Bu menga hayotimni qaytarib berdi. Jasur 42 yosh.
Klasterli bosh og'rig'i mening hayotimni do'zaxga aylantirgan edi. Og'riq shunchalik kuchli ediki, hech narsa o'ylay olmas edim. Shifokor menga kislorod terapiyasini tavsiya qildi va bu haqiqiy mo'jiza bo'ldi. Endi xurujlar boshlanayotganligini his qilganimda, darhol kislorod niqobini qo'yaman va og'riq bir necha daqiqada yo'qoladi. Tibbiyot fani to'xtab turmaydi. Bosh og'riq sindromini davolashda so'nggi yillarda katta yutuqlarga erishildi va kelajakda yanada samarali usullar paydo bo'lishi kutilmoqda. CGPR monoklonal antikorlari erinuzumab, frenezumab va galakizumab migren chastotasini 50% gacha kamaytiradigan oylik inyeksiyalar hisoblanadi. Neyromodulyasiya qurilmalari, transkranial magnit stimulyatsiya va vagus asabini stimulyatsiya qiluvchi portativ qurilmalar, shuningdek botoks terapiyalari surunkali migrenlarda o'z samarasini bergan. Genetik tadqiqotlar o'tkazilib, olimlar migren va boshqa bosh og'rig'i turlari bilan bog'liq 40 dan ortiq genlarni aniqladilar. Bu kashfiyotlar xavf ostida bo'lgan odamlarni erta aniqlash imkonini beradi. Shaxsga moslashtirilgan davolash strategiyalarini ishlab chiqishda yordam beradi. Yangi dori maqsadlarini topishga imkon yaratadi. Sun'iy intellektlar yordamida mobil ilovalar orqali bemorlarning simptomlari, ularning triggerlari va davolash natijalari to'g'risida ma'lumotlar yig'iladi. Sun'iy intellekt katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilib, bemorlardagi bog'liqliklarni aniqlab beradi. Tizim keyingi xuruj ehtimolini oldindan aytadi va oldini olish choralarini tavsiya etadi. Har bir bemor uchun eng samarali davolash rejalari ishlab chiqiladi. Bosh og'rig'ini oldini olish bo'yicha innovatsion g'oyalar. Bu kiyiladigan qurilmalar, ya'ni smart soatlar va maxsus botlar fiziologik parametrlarni kuzatib, bosh og'rig'i boshlanishidan oldin ogohlantiradi. Virtual haqiqat terapiyalari, VR texnologiyalari og'riqni boshqarish va relaksatsiya maqsadlarida qo'llaniladi. Samaradorligi klinik sinovlarda isbotlangan. Mikrobiom tadqiqotlari, ichak mikroflorasi va migren o'rtasidagi bog'liqlik o'rganilmoqda. Probiotiklar yordamida davolash usullari ishlab chiqilmoqda. Bosh og'rig'i sindromi murakkab muammo bo'lsa-da, zamonaviy tibbiyot uni muvaffaqiyatli boshqarish imkonini beradi. Asosiy maqsad sog'lom hayot sifatiga erishish va og'riq bilan yashashni o'rganishdan iborat. Bosh og'rig'i sindromini boshqarish uchun erta tashxis qo'yish, hayot tarzini sog'lomlashtirish, triggerlarni aniqlash va ulardan qochish, to'liq va muntazam davolanish, qo'llab-quvvatlash va ta'limni yo'lga qo'yish tavsiya etiladi. Esda tuting, bosh og'rig'i bilan yashash mumkin va minglab odamlar buni muvaffaqiyatli amalga oshirmoqda. To'g'ri yondashuv va shifokor yordami bilan siz ham to'laqonli hayot kechirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Hamisha sog' bo'ling.